Assalamu alaykum va rahmatulloh Ahmadjon qarim. Hozirgi shu haddan eshib ketib qolgan payg'ambarimiz haqida har xil so'z cho'chaklarni taqtiyotgan shu hadis inkorchilari haqida sizning qanday so'zlaringiz bor? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Men bulağa birilgen hadis inkarcıları degan isminin xato ekanligini tushunaman deb qarayman. Ularga berilgan ism xato berilgan ism deb qarayman. Chunki ular hadis inkarcıları emas, balki ular Qur'on inkarcıları. Chunki ularningki tutmagan yo'li va mengayotgan yo'llari, ularning tutmagan yo'llari Qur'on-i Kerimdagi nurg'un oyatlarga zid. Ularningki qarashlari Qur'on-i Kerimning nurg'un oyatlarini inkor qiladi. Masalan, biz sahih bo'lgan, to'g'ri bo'lgan sunnatni vahiy deb qaraymiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'on-i Kerimning nurg'un oyatlarida Qur'on-i Kerimni Payg'ambar alayhissalomga nozil qilish va Payg'ambar alayhissalomning Qur'on-i Kerimni insonlarga tushuntirish ekanligini bayon qilgan. Va payg'ambarimizning og'zidan chiqqan so'zlarninki vahiy ekanligi. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha degan mush oyatdimi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamninki og'zidan chiqqan so'zning vahiy ekanligini ochiq oshkora o'tirib qo'ygan. Shuningdek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki sahih bo'lmagan va yoki to'qilma bo'lgan hadislar bo'lsa, buni olimlar o'z vaqtida hammasini tuzatgan. Hadisning sahihlerini ayırgan, sahih bo'lmagan hadislarni ayirib chiqarib etgan. Demak, ularningki hadisni butunlay inkor qilishi Qur'on-i Kerimning nurg'un oyatlarini inkor qilishi demakdir. Shuning uchun ularni biz hadis inkorchilari degandan ko'ra Qur'on inkorchilari desak daha muvofiq bo'ladi. Unda bo'lganlik uchun biz ularni kafir deb e'tiqod qilamiz. Ya'ni hadis inkorchilari bizga Qur'onlam yetidi. Qur'on-i Kerimga ilam amal qilsak bo'ladi degan bu so'zlari hadisni inkor qilganlik bo'lib, Qur'on-i Kerimning nurg'un oyatlarini inkor qilganlik bo'lib hisoblanganlik uchun biz ularni kafir deb e'tiqod qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamningki hadislari, payg'ambarimizning so'zlari, payg'ambarimizningki buyruqlari, payg'ambarimizningki ish-harakatlari, payg'ambarimizningki sahobalar qilganlarini to'g'rilab berishi. Mana mushlar hammasi sunnat hadis deb ataladi. Sahih bo'lgan sunnat, sahih bo'lgan hadis Qur'on-i Kerimninki nurg'ulg'an oyatlarni ochiqlab beradi. Masalan, va aqimus salah, namoz o'qinglar degan oyatni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Men qanday namoz o'qigan bo'lsam, meni qanday namoz o'qigan holatda ko'rgan bo'lsanglar, shu holatda namoz o'qinglar degan hadis orqali bizga namozning qanday o'qilishi kerakligini payg'ambarimiz o'zininki hayotida, o'zining so'zlari bilan, amaliy harakatlari bilan bizlarga tushuntirib berdi. Payg'ambarimizningki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Biz sana Qur'oni Karimni nozil qildik va sening vazifang insonlarga shu nozil qilgan Qur'oni Karimni ochiq oshkora tushuntirib berishingdir. Yani Peygamberimizin vazifesi, yani Peygamberimizin hadisleri bizlerge ayetlerini ana şundak düşündürüp durdu, uçuklap durdu. Şunun için biz deyimiz ki hadissiz Kur'an-ı Kerim'ni düşünüş ve Kur'ansız ve yani hadisni düşünüş mümkün olmaydı. Kur'an bilen hadis çemberças bağlanıp ketken. Sahih hadisler, sahih sünnetler bizlerge Kur'an-ı Kerim'ni qandaq yaşashimiz kerakligini, qandaq tushunishimiz kerakligini tushuntirib beradi va uni bizlarga ko'rsatib beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam beshtiki hayotida, avvalgi hayotlarida Qur'oni Karimdan boshqa narsalarning yozilishini cheklagan. Ya'ni payg'ambarimiz sahih hadisda rivoyat qilinishicha, sahih Muslimda rivoyat qilgan hadisda mendan Qur'oni Karimdan boshqa narsalarni yozib olgan bo'lsanglar o'chirtinglar degan. Ondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir türküm sahabilerini, hadislerini yazışqı buyurgan ve yazganlarını hem çeklemegen. Demek Peygamberimiz beşte Kur'an-ı Kerim bilen özünün sözlerininki ayrışıp ketişidin ensirep çekilgen bolsa, çünkü Peygamberimizinki alaydı süpetlerden birisi Kur'an-ı Kerim'e okşaş kıska, naitim mezmulluk, mol mezmulluk sözlügellik için, balagatlık sözlügellik için hadisleri, yani Peygamberimizin hadisleri ayetlerge okşap ketkenlik için ayetler bilen hadislerinin ayrılışıp ketişinden ensirep, yani bazı sahabeler hadislerini ayetlerge okştup
oyatlarning orliqiga yozib qolmaslikdan ansirab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarning yozilishini cheklagan bo'lsa, keyin buni amaldan qoldirgan. Shuning bilan sahobalarmi o'ziniki ma'lum kitob tutib, daftar tutib payg'ambarimizning hadislarini yozishga boshlagan. Undan keyinmi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mening sunnatimga ergashinglar. Mening sunnatimga amal qilinglar. Kimki mening sunnatimdan yuz o'raydi ekan, u bizdan emas degan sahih hadisleri bizlarga hadisga amal qilishimizning va hadisni yozib xotirlab, uning amal qilishimiz kerakligini uqtirib beradi. Shuning uchun olimlarimiz sahabelerden başlap tabiinler ve tabiinlerden başlap hazır kadar hadisni yazış ve hadisni şerhileş, o hadisninki mana ve mezmunlarını şerhileş ve şundaki sahih bo'lmagan hadislarni zaif bo'lgan va yoki to'qilma bo'lgan hadislardan ayirib chiqish uchun nihoyatda kuchigan hadisning yozilishi hargiz xato emas. Payg'ambarimiz 5ta cheklagan bo'lsa, hadislarni yozishni cheklagan bo'lsa, keyin buni amaldan qoldirgan, sahobalarni yozib olgan va undan keyin tabiinlarimiz hadislarni yozib, sahihlarni zaiflardan, yolg'onlardan ayirib bizlarga nihoyatda sahih bo'lgan hadislarni qo'yib ketgan. Masalan, eng sahih kitoblarimizdan biri bo'lgan İmam Buxorining Sahih Buxoriy, İmam Muslimning Sahih Muslim va shunga o'xshash Tirmizi, Abu Davud, Nasai deganga o'xshash Ibn Majahninki Sunaniga o'xshash va undan boshqa sahih hadis kitoblari yozilib bizning hozirgi zamonimiz qadar kelgan. Va shuningdek ular o'zining kitobini men sahih hadislarni to'pladim deb yozgan bo'lsa-mu, ya'ni ba'zi sahih emas bo'lgan hadislarni yozib qolganlik uchun olimlar tarafidan bu sahih emas deb hukm berilgan. Sahih bo'lgan hadislar ayrim yozilib, sahih bo'lmagan hadislardan ayrilgan. Demak, musulmon olimlar, diniy olimlarimiz tarixdan buyon hadisga amal qilish va hadisni yozish va u hadislarniki sahih bo'lmaganlarni sahihlardan ayirishni o'zining eng muqaddas burchi deb qarab, Qur'on va hadisga nihoyatda kuchigan. Qur'oni Karimni tushunishda hadisning intayin muhim rol o'ynaydiganligini tushungan olimlar Qur'oni Karimni oldi bilan sahih hadislar bilan sharhlagan, tafsir qilgan. Sahih bo'lmagan hadislarni hadis kitoblaridan chiqarib etgan. Biz talishadigan hech qanday masala yo'q. Ya'ni hadis haqida, hadislarning sahih yoki emasligida, uni amal qilish yoki amal qilmasligimiz haqida tartishadigan hech qanday gap yo'q. Sahih bo'lgan hadisga cho'qim amal qilinadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda kim payg'ambarga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ldi degan. Men yuti'ar rasula faqat ata Allah. Kim payg'ambarga itoat qildi ekan, Allohga itoat qilgan bo'ldi degan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men ata'ani faqat ata Allah. Men ata'ani faqat ata Allah. Kim menga itoat qilgan bo'lsa, u Allohga itoat qilgan bo'ldi. Va kim payg'ambarga osiylik qilgan bo'lsa, Allohga osiylik qilgan bo'ldi degan. Bu hadislar bizlarning oyat va hadislarga chin eslashimiz kerakligini, sahih bo'lgan hadislar oyatlarni bizlarga tushuntirib beradiganligini va uniga amal qilishimiz kerakligini tushuntirib beradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana bir sahih hadisida men sizlarga hayotimdan keyin amal qilsanglar ezib ketmaydigan ikki narsani qoldirib ketaman. Biri Allohning kitobi, yana birisi mening sunnatim degan. Bu sahih hadisga asosan biz hadisga amal qilishimiz kerakligi, buning amal qilgan vaqtimizda to'g'ri yo'lda bo'lganligimizni ko'rsatib beradi. Shuning uchun yana bir hadisda payg'ambar alayhisalom ilgirgi ummatlar, ya'ni Yahudilar va Xristianlar 72 va 71 firqaga bo'linib ketdi. Mening ummatim 73 firqaga bo'linadi. Ularning birisi nijot topadi, 72si ezib ketadi. Ular jahannam ahli bo'ladi degan. Sahabeler ya Resulullah, ular kimler deganda, men ve mening sahabelerimning yo'lda manganlar. Ya'ni mening sunnatimga va sahabelerimning sunnatiga ergish manganlar, men bular jannat ahli bo'ladigan, to'g'ri yo'lda bo'ladigan ahli sunnat va jamoat deb ism berilgan mana bu kishilar jannat ahli bo'ladiganligini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahih hadislarda bayon qilib ketgan. Demak, biz Qur'onga, sahih hadisga va sahabelarning sunnatlariga amal qilgan vaqtimizda ahli sunnat va jamoat degan ismga noil bo'lamiz. Ahli sunnat va jamoat degan bu firqa nojiya, ya'ni najot topadigan firqa qatoridan bo'lamiz. Shuning bilan biz ahli jannati bo'lamiz.
Unda bo'lmagan vaqtida Qur'onga, sunnatga birlashtirib amal qilmagan vaqtimizda, bizga Qur'onlam yetidi degan vaqtimizda biz umumatan Qur'oni Karimni inkor qilgan bo'lamiz. Chunki Qur'oni Karim başdan boshlab deb kelganimdek, Qur'oni Karim bizlarni sunnatga amal qilishga buyuruydi. Sünnet deganimiz bayam deb o'tib ketganimdek, sünnet payg'ambarimizning buyruqi, payg'ambarimizning so'zlari, payg'ambarimizning hareketlari, payg'ambarimizning sahobalarning qilganlarini to'g'rilab berganligi. Men mushular hammasi sünnet bo'ladi. Biz mushuningga sahih bo'lgan sunnatlarga amal qilgan vaqtimizda biz ahli jannati bo'lamiz. To'g'ri yo'lda mangan bo'lamiz. Onun aksi bo'lgan vaqtida biz ezib ketgan azg'un firqalardan bo'lib qolamiz. Allah bizlarni azg'un firqalardan bo'lib ketishdan saqlasin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.